Asli xudo xolasa aksiyada ishlarimizni o'z egalariga jo'natyapmiz. Inshaalloh mana bunimiz haqlavotga, bunimiz izbochkanga, yana bitta potga jo'natayotganimiz bor. Unimiz shkaf kravat. Xo'p, bularimizni bir chekkadan tushuntirib beraman. Maloshniga mebelli kombinatsiya bo'lgan, 100% maloshni holatda shkaf, lulkamiz, tumbichkamiz, tang kravat bo'ladi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, aksiyada 3 millionlik mebelimiz 2 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. Bundan tashqari pashonalari bo'ladi, stoykalari bilan lulkasi, tumbichka, tayinli kravat katta bo'lganda yotadi. Shkaf 4 ta narsa, bortiklari bilan 5 ta narsa hisoblasak ham bo'laveradi. Bunimiz maloshniga mebelli kombinatsiya bo'lgan, bitta shkafimiz ichida 2 qator polkasi bo'ladi. 2 qanotimiz ichida 2 qator vishilkilar yon bo'ladi. Xo'p, lulkamiz tebranadigan holatda. Bu tumba bilan lulkani pastga olsa tayda kravatda katta bo'lganda yotaveradi. Undan tashqari bu mebellarimiz uylarga borganda o'zingizlarni Instagram sahifalarga, istoriyalarga biz atmetga qiladigan bo'lsangiz, sotib olgan mebellarni 50 ming so'm yana qaytarib tashlab beramiz. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bunimiz ichida kravatimiz bilan shkafimiz joylashgan. Shkafimiz 4 qanotli bo'ladi. Kravatimiz podroskovoy holatda 180 ga 80 lik. Bunimiz popga chiqib ketyapti. Bu yerda mebelligimiz, bunimiz izbochkanga, bunimiz haqlavotga chiqib ketyapti. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Hammalarga sog'lik tilaymiz.